Men Nike'ga keldim. Men kirib ko'raylik, Nike'ga nimalar bor, nima yangiliklar. Birgalikda ko'ramiz, kelaylik. O'zi men bu yoqqa 1 soat yo'l yurib keldim. Endi baribir nimadir olib ketishim kerak. Narxi 70 ekan, 80 ekan, 80 yevro, $100 aylanadi. Ketali, bilmadim, yoqmaydi sizlarga. Qiziqmasa, qaranglar, g'alati narsalar qopmiz. Chiroyli ekan rasvetkasi. Buni ham bilmadim, bizda jo'naqa sandal bor ekan, 60 ga 109 ekan. Mana Pegasus 41 80 ekan mana rasvetkasi. Mana ham yaxshi oyoq kiyim. Buni narxi qimmat. Biz buni arzonroq olib bera olamiz. Ya'ni o'shancha offlayn yurish yoqtirmayman, qaranglar. Birinchidan razmer setkasi muammo, ikkinchidan qimmat. 109 mana bu. Eski modeli bu. Qoraroq desam, mana tosh ko'taradigan. Buni ham bir ko'rdim orada. 80 Pegasus ham bu kaliti rasvetka. 70 mana biz sotgan oyoq kiyim. Narxi yo'q ekan, afsuski. Men hali obzor qilmagan oyoq kiyim bor ekan, struktur 26. Qaranglar, Reactix. Yumshoqligi o'rtacha ekan, menga dizayni yoqdi. Jigari 79 80 $80da. $100da, materiali kuch qat plashovka. 80dan chiroyli yaxshi desam 110. Nima deysizlar? Kommentariyaga yozinglar. Pegasus plus 110 60. Normalniy bo'lgani bo'limini. Strukturni ham 79. Nima deysizlar? Menga qimmat. Biz shunda chidamiz, bilamiz bu narx-navolarni va biz qo'yayotgan narxlardan qimmat. Xullas kelganimga arzisam, o'sha ketkizgan vaqtimga, yo'limga deb 2-3 oyoq kiyim qo'l to'lab oldim. Lekin to'g'risi, mana shu narxga shu oyoq kiyimlarni shu yerdan olasan agar borsan deb aytishganda menga kelmasdim to'g'risi. Soch ham yaxshi oyoq kiyim, soch menga yoqdi, sizlarga ham yoqyapti. 110 da, qimmatda bu. Men ushbu 4 ta oyoq kiyimni oldim, hamdan 43, hamdan 44. Bundan do'konda bor, o'shancha seriyani to'ldirib qo'yish uchun oldim, orqasi bosiladigan. Olib kelib, men oldim, rasvetkasi chiroyli ekan, menga yoqdi. Buni ham sotganmiz. Xuddi shuni bu ipligi. Menga rasvetkasi yoqdi, o'zi bir dona ekan. Airmax 1 tikilgan, eksklyuziv bo'lganiga shu 4 tasini oldim. O'tga men 1 soat keldim, hozir 1 soat qaytib ketishim kerak, 1 soat do'konda aylanib. 3 soatda men 4 ta krossovka oldim. Bu kam, juda kam va narxi ham taksiba o'rtacha. O'zingizlar kelib mana shunaqa kiyib ko'rib olsanglar arziydi, lekin men olib sotishimga arzimas ekan. Shuning uchun doimgidek mo'shli narxlar bizda onlayn.